Sanlar shafqatsiz o'lasanlar. Afsuslarsiz, rahim shafqatlarsiz. Men sanlarni shunday qilaman. Lekin yaqin atrofda mening o'yinchoqlarim kutmoqda. U ketdimi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Uning maqsadi shahardagi odamlar. Men buni to'xtatishim kerak. Biroq iblis xavflidir. Ularni xavfga qo'ya olmayman. Qizlar. Stella, Nina, shahar aholisini himoya qiling. Xo'p, sizga omad tilayman. To'xtang. Meni ham olib keting. O'zingizni urintirmang. Siz janjalni yoqtirmaysiz, shunday emasmi? Lekin xavotir olmang. Biz hamma narsani hal qilamiz. Bizni kuting, xo'pmi? Yaxshi. Olg'a. Qahramonlar jamoasidan haydalgan hayvon bo'ysundiruvchisi eng kuchli mishiq qiz ruhi bilan uchrashdi. Hayvon bo'ysundiruvchisi 12-qism. Bu zaiflar faqat o'z turini ko'paytirishni biladi xolos. Odamlar parazitlarga o'xshab bu dunyoning ne'matlaridan oziqlanadi. Oy, anchadan beri odamzotni ko'rmagan edi. O'yin kulguni shunchalik xohladingizki, hatto navbatingizni ham kutmadingiz. Biz seni xursand qilgani kelganimiz yo'q. Hammamiz seni o'ldiramiz. Qiziq, bu juda ham qiziq. Bu nochor hasharotlarni ezib tashlashdan ko'ra qiziqarliroq bo'lishi kerak. Hushyorlikni yo'qotding. Buni qabul qil. Bu o'yinchoqlaring meni ushlab qolishiga umid qilyapsanmi? Lekin seni chalg'itishga muvaffaq bo'ldik. Biz tugatdik. Sehrga tayyorlaning. Yorqin chaqmoq chaqnashi. Epladikmi? Ey, endi men ham shunday demoqchi edim. Xursand bo'lishga hali erta ko'rinadi. O, hali 5 kishiga 1 kishimi? Orangizda eng kuchli 4 ta tur bor ekan. Ehtimol qo'shimcha kuchlarni chaqirarman. Ular qanchalik dahshatli? U yirtqich hayvonlarni chaqirdimi? Ular aqlsiz hayvonlar. Endi mening maftunkor xizmatkorlarim. Qorningizni to'ydirishingiz mumkin. Ajdarhoning qichqirig'i. Ular yordam bera olmadi. Bular juda kichik va ozchilik edi. Endi sizni to'xtata olamiz. Sizlar oldindan xulosa chiqarmang.
Men ularni cheksiz istaganimcha chaqira olaman. Biz ular bilan ham shug'ullanamiz. Sizning jangovar ruhingiz maqtovga loyiq, lekin men ham borligimni unutmasligingiz kerak. Kanadi, sen uchun o'ch olaman. Ajdarho olovi. Kanadi, yaxshimisiz? Aha, men yaxshiman. Tanya. Yaralamadingizmi? Yo'q. Rahmat. Men yaxshiman. Ajdarho qabilasidan bu juda ham hayajonli edi. Harakatlaringiz uchun endi rahmat aytaman. Shahar. Qaranglar, bu hasharotlarning turar joyi qanchalik yaxshi yonadi. Sanimi? Ko'p zaryadlangan. Olovli sharlar. Menga qarshi insoniy sehrmi? Osmon nayzasi. Qani boshlanglar. Kuchaytirish. Voydod, men tushundim. Demak bu Reynning kuchi. Uni urishga harakat qiling. Albatta. Qochinglar. Endi sen. Aniq o'ylasan. Bunday kuchli hujumdan keyin, lekin nima uchun? Raqib sifatida tan olamanki, zarba juda ham ajoyib. Ko'zlarimga ishonmayman. Uning kuchi hali ham kamaymagan. Voy, juda ham yaxshi. Men sizlarning yuzingizdagi umidsizlikni ko'rishni xohlayman. Nima? U yana qochib ketyaptimi? Yo'q, bu iblis. Shaharni yo'q qilishni xohlamoqda. Men yo'l qo'ymayman. Ular himoyalanishdi. Endi afsunlar ham, jismoniy kuchlar ham ishlamaydi. Tanishganimdan xursand bo'ldim. To'xta! Endi nima qilamiz, Reyn? Nimadir qilishim kerak. Bizga ishoning, biz yordam beramiz. O'yla. Qanday qilib shaharliklarni qutqarsam bo'ladi? Reyn, qanday yordam berishni bilmayapsizmi? O'ylaymanki, Luna va men uchun ham ish bor. So'ra. Luna, qarshi emasmisiz? Yo'q. Biz teleport sehridan foydalanib, aholini xavfsiz joyga ko'chiramiz. Bundan keyin iblis bilan bemalol kurashishingiz mumkin. Reyn, agar shunday bo'lsa, aholi xavfdan xoli bo'ladi. Biroq odamlar kimligimizni bilib qolishidan xavotirdamisiz? Ammo asirlarni qutqarganimizda ular allaqachon ko'rishgan. Aytganlarimni eslang. Singlim va men siz kabi insonlarga yordam berishni xohlaymiz. So'ra. Luna, rahmat. Aha, bajariladi. Xo'jayin. Aslida biz hozir u yerda bo'lishimiz kerak. Mishmishlarga ko'ra shaharda iblis yuribdi. Iblis lordining askarlari azaldan qahramonlarning dushmani hisoblanadi. Bizning raqibimiz iblis qiroli. Kichik iblislarga vaqtim yo'q. Siz haqsiz. Balki u yerda iblis ham yo'qdir. Ammo mishmishlar rost bo'lsa-chi? Agit, Mina. Qahramonning fikriga qarshi chiqmoqchimisiz? Albatta yo'q. Ha, siz haqsiz. Agar iblisni mag'lub qilsak, hamma narsa o'z ma'nosini yo'qotadi. Muhrlangan iblisning bir nechta o'lim afsunlaridan hatto Reyn ham qutula olmaydi. Tayyor. Biz barcha aholi uchun yo'lni himoya qilamiz.
Xonim, ammo yirtqichlar juda ko'p. Biz qancha tura olishimizni bilmaymiz. Bizga yordamchi kuch kerak. Shikoyat qilishni bas qiling. Biz bu yerda taslim bo'lsak, shahar aholisiga nima bo'ladi? Biz har qanday holatda ham himoya qilishimiz shart. Axir burchimiz shunday. Hop. Stella, mana qayerda ekansiz? Qizlar, nega bu yerdasiz? Bizda aholini evakuatsiya qilish bo'yicha taklif bor. Tushunarli. Sizlar sehr orqali aholini teleport qilmoqchimisiz? Albatta bu borada sizlarga yordam beraman. Katta rahmat. Odamlar bizga quloq solmasligidan xavotirda edik. Sizlar eshitdingiz. Endi aholini bu yerga olib kelaylik. Hop. Olg'a. Xavotir olmang, Nina. Luna va men sizni himoya qilamiz. Hech narsadan qo'rqmang. Reyn albatta g'alaba qozonadi. Men hamma narsani to'g'ri qilyapmanmi? Darhol yo'limdan qoch. Sizga kattakon rahmat, Kanadi. Siz juda ham kuchlisiz, Ajdarho opa. Faqat bizga ishoning. Ortimizdan qimirlamang. Jin ursin, zulmat hayvonlari. Ren, o'z kuchingizni saqlang. Siz Kanadi va menga yo'l tozalashni buyurdingiz. Bu sehrli doira sizni xavfsiz hududga olib boradi. Ularning qanotlari bor. Rostdan ham ular parimi? Ular odamlardan nafratlanishadi. Bu doiraga kirish xavfli. O'ylaganimizdek, ular bizga ishonishmaydi. Qizlar, hot-doglarimni ishtaha bilan yegan edingiz, to'g'rimi? Ha, u shunchaki aql bovar qilmaydigan. Men hech qachon bunday shirin ovqat taom yemaganman. Shunaqami? Bizning fikrimiz bir xil bo'lgani sababli odamlar parilardan hech qanday farq qilmaydi. Opajonlar, bu sizmi? Sizlar juda yoqimlisiz, xuddi parilarga o'xshaysiz. Demak, sizlar haqiqatan ham parisizlar, to'g'rimi? Bizga yordam berganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Qani qizlar, boshlanglar. Hozir. Sehrli teleport. Ajoyib. Ikkinchi guruh. Doiraga kiring. Kapitan, hammasi juda yomon. Nima bo'ldi? Yirtqichlar. Yirtqichlar bizni topdi. Men odamlarni xavfsiz joyga ko'chiraman. Siz esa Luna. Yaxshi, sizni tushundim, opa. Ular unchalik kuchli emas, ammo ularning soni juda ko'p. Yordamga keldik. Xavotir olmang, mushuk guruhi. Bizga ishoning. Sarguzashtchilar, Tanya bizni tarbiyalagani uchun undan minnatdormiz. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Yigitlar, kelganlardan faqat biz emasmiz, maxsus buyurtma sifatida Sarguzashtchilar gildiyasi Reynga yordam berish uchun yuboriladi. Bir nechta ritsarlar shahrimizni yirtqich hayvonlardan himoya qilishmoqda. O'ylaymanki, qahramonning aralashuvisiz jang qiyin bo'ladi. Sizlardan shaharni va yaxshi odamlarni qutqarishingizni so'rayman. Iltimos, yordam beringlar. Men Reyn jamoasiga ko'p qarzdorman. Agar sizning orangizda shaharga yordam beradigan jasur odamlar bo'lsa, men butun qalbim bilan yaratgan qurollarni siz bilan baham ko'raman. Albatta, Reynga yordam beramiz. Qo'rqoq qahramonsiz amalga oshiramiz. Bunday uskunalar bilan biz hech qachon taslim bo'lmaymiz. Shaharni himoya qilamiz. Tushunarli. Demak, bu sizlar. Umid qilamanki, siz oxir oqibat nimadir o'ylab topasiz. Biz esa yirtqich hayvonlar bilan kurashamiz. Bu juda ham qiziqarli ko'rinadi. 100, yo'q, 1000 marta kuchliroq bo'ldi. Hammangizga rahmat. Men albatta shaharni himoya qilaman. Qilichingizni ko'taring. Sehrli teleport. Hech biringizni tirik qoldirmayman.
Ko'p o'qli olovli shar. Men kimnidir xafa qilishdan va xalaqit berishdan qo'rqaman. Shuning uchun doim qochaman yoki chidab turaman. Do'stlarim hammasi kurashmoqda. Men har doim kimnidir himoyasida bo'la olamanmi? Sehrli teleport. Nina, siz ham doiraga kiring. Nina? Reyn, iloji bormi? Yo'q. Iblis juda ham balandda. Nima bo'pti? Men yaqinroq bo'lishim kerak. Tanya, ajdarhoga aylanib Reynni osmonga ko'tara olasizmi? Bo'lmaydi. Bu holatda men juda qo'pol bo'laman va dushman uchun oson nishon bo'laman. Va agar uzoqdan hujum qiladigan bo'lsam, yirtqich hayvonlar yana to'sadi. Ruhiy harakat sehri haqida nima deysiz? Qo'rqamanki, bu oson bo'lmaydi. Bunday afsunlar uchun bir qator shartlarni oldindan bajarish kerak. Reyn esa tez harakat qilishi zarur. Boshqacha qilib aytganda, Luna va Sora bu yerda yo'q. Ular bu sehrni o'zlashtira olgan yagona qabila hisoblanadi. Reyn! Nina! Nina, bu yerda nima qilyapsiz? Men endi boshqalarning orqasiga yashirinishni xohlamayman. Men ham yordam beraman. Nina, Tulki qabilasi? Men eshitgandim. Tulki qabilasi boshqa irqlardan farq qiladigan kuchlarga ega. Ya'ni joydan joyga ko'chish qobiliyati. Menimcha, Nina orqali g'alaba qozonish mumkin. Tez ko'chish orqali. Nina, men iblisga iloji boricha yaqinroq kelishim kerak. Meni olib bora olasizmi? Ha, qila olaman. Nina, bu borada sizga muhtojman. Reyn, Nina, tezroq. Biz esa hayvonlar bilan shug'ullanamiz. Ammo ularning soni juda ham ko'p. Xavotir olmang. Biz sizga ishonamiz. Bizning mehribon xo'jayinimiz bir nimani o'ylab topadi. Rejangizni o'ylab oldingizmi? Nahotki bu kichik odamcha sizlarga yordam bera oladi deb o'ylayapsiz? O'zingizni himoya qiling. Qiziqarli. Qani, bu zarbamdan ham qocha olarkanmisiz? Ko'chish. Reyn! Nima? Mana yana uchrashdik. Lekin qanday? Tulkilar qabilasidanmi? Ha, albatta, axir bu ko'chish sehri-ku. To'g'ri topding. U bir necha harakatlar bilan joydan joyga ko'chish parvozini yaratdi. Ammo bu sizga yordam bermaydi. Oddiy odam meni mag'lub qila olmaydi. Kuchaytirish. O'zingni kuchaytirdingmi? Inson bundan kuchli bo'la olmaydi. Tan olamanki, sen menga qanchalik yaqin bo'lganingni qadrlayman. Ammo xayrlashish vaqti keldi. Olg'a, bu odamni yeb tashlanglar. Kuchaytirish nafaqat jismoniy qobiliyatlarni oshiradi. Nimani o'ylading? Reyn! Reyn! Mening zurriyotlarim, uni yo'q qilib tashlanglar. Reyn! 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 Hayvonlarni bo'ysundirish! Nimalar qilyapsizlar? Bu odamni yeb yuboringlar. Befoyda. Men seni hayvonlaringni boshqarish huquqini oldim. Bo'lishi mumkin emas. Mening kuchimni tortib oldingmi?
Mumkin emas. Buni inson zoti qila olmaydi. Sen o'zi kimsan? Men oddiy hayvon bo'ysundiruvchisiman. Hayvon bo'ysundiruvchisi? Mening hayvonlarimni bo'ysundirishga bunday ojizning kuchi qayerda bor? Reyn, olg'a! Men albatta buni o'zim qila olmagan bo'lardim, ammo mening do'stlarim bor. Ovozingni o'chir! Men seni hatto mag'lub ham qila olaman. Qanday qiziqarli. Kutilmagan yakun. Menga isming nima ekanligingni ayt, odam. Bilishing shart emas. Qanday hurmatsizlik. Hammasi tugadi. Ren, Nina, rahmat agar siz bo'lmaganingizda. Tanya, hech qachon oqibatlarni o'ylamay ish qilasiz. Reyn, hay! Kanade, qizlar. Hammasi xohlaganimizdek bo'lmadi. Albatta qurbonlar ham bor. Ammo biz shaharni himoya qila oldik. Uch kun o'tdi. Shahar ko'z o'ngimizda jonlanmoqda. Shahar haqiqiy qal'adir. Stella rasman ritsarlar kapitani etib tayinlandi. Ishonchim komilki, uning ko'magida shahar yaxshi tarafga o'zgaradi. Stellani aytishicha, hokimni poytaxtga olib ketishga, ularga hukm e'lon qilish uchun. Undan tashqari, Nina o'z qishlog'i haqida bilib oldi. Nina o'g'irlab ketilganidan so'ng aholi uni tashlab ketishgani aniqlandi. Ninaning butun hayoti oldinda bir kun kelib, u ular bilan uchrashadi. Kanada shaharni tiklashga yordam bermoqda. Shaharning haqiqiy prezidenti kabi. Tanya ajdarho qabilasidan ekanligini yashirsa ham, buni hamma allaqachon bilganga o'xshaydi. Sora va Luna ham shahar hayotiga o'rganib qoldi. O, salom qizlar, yordam berganingiz uchun bu sizlarga. Istaganingizcha oling qizlar. Rahmat. Shaharni qutqaruvchi qahramoniga rahmat. Ha, ular juda yaxshi yigitlar. Men sizni nazarda tutyapman. Mani? Qanaqasiga men qahramon bo'lishim mumkin? Men oddiy hayvon bo'ysundiruvchiman. Menga o'xshaganlar juda ham ko'p. Yo'q. Bu nima deganlaring qizlar? Reyn yana har doimgidek. Reynda xarakteri. Qizlar, qanday ma'noda gapiryapsiz?